Tamam avrasın oğlum. Ol tamam gel. Siz legenda tamam. Gel. Ben legenda. Tamam. Ey canım gavursun. Gazını verin. Bo'ldi. İkinci ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sanjoqlar, sog'lik esiramiz. Aka legenda nima o'ligizmi siz? Ha? Lekin yamonsiz ketdingiz, qattiq ketdingiz. Zaporojdan buni kishiga bitta video olish kerak-da bunaqa. Zaporojdan Lasetti sari degan. Sekin. Jonim sog' bo'lsin. Nasib qilsin juda go'zal, yana boshqa bo'lmoqchi bo'libdi akaman. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Xudo xolasa bugun yakshanba, akalar. Bugun Jondor mol bozoridan xudo xolasa sigir, buqqa, qo'nochini hammasini bitta video qilamiz. Avval vaqtimiz chegaralangan. Mol juda ham kam. U yoq tarafda mol juda ko'p. Mayda mol savdosi ham o'ta zo'r ketyapti. Bu yoqda mol juda kam, savdo ham sekinroq. Mana shunaqa hafta kuniga yakshanba, noyabr oyining 2025-yilning 16-noyabr sanasi akalar. Sizlar bilan yordamga to'g'ri aka like bosib qo'yib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Biz sekingina bo'lyapti. Ko'p video chiqmayapti degan sabab akalar ishlar ko'payib ketgan, kunitlarga narsalarni yetkazib berish kerak. Shu sababdan ulgurmayapmiz. Xudoga ming qattiq shukr. Ana shunaqa gaplar akalar. Hurmatli do'stlar, biz boshladik. Ha, bu tarafdan boshlaykan ekan. Ketdik. Nima bo'ldi? Sotildimi? Savdo qalaysiz tog'a yaxshimi? 20 ga bermayaptilar. 20 ga? Bo'lachasi qancha? Aha. Bo'ldi. Bo'lachasi qancha? 13 aka. Qancha ona bo'lasiz narxlar boshladik akalar birinchi. Oyoqchangiz bosmagay polvon. Tamam avrasın oğlum. Ol tamam gel. Siz legenda tamam. Gaz. Ben legenda. Tamam. Ey canım gavursun. Gazını verin. Polvon. Tog'a qancha bo'ldi bu? Bitdimi? 20 ga bermayaptilar. 20 ga? Nima 22 olmoqchilarmi? Ha kelishtirib bering, bir manfaatli bo'lsin. 23 bo'lishi. Olim polvon, polvonchi. Olim. Aka baraka bo'ldimi? Qanchaga? 14 ikkitasimi? 13-chi, ikkitasi 14 ketdi mana. Video qana video. Bordimi? Ana men dedi. Ana shu polvoncha va joningiz sog' bo'lsin. Qalay polvon? Charchoq. Qaysi biri yana? Bular qanchadan bo'ldi? 23 million. Bolachasi? O'kischa, qizilcha. Bunisi? 3 kunlik. 24 million, buni ham bachasi o'kischa. Ha. 2,5 oylik bu. 2,5 oylik. Ana. Ha. 14 million bachasi bor. Narxini ayting birinchisiga. 23 million. 24 million so'm, 19 million so'm. Bu o'zini puliga. Nomer aytamiz sirazi. 88lik 307 47 77. Bo'ldi, tamam, shunga qilib Bermasa chiqasiz. 50 ta sotadigan ona bo'lsa. Joning sog' bo'lsin. Ana shu polvon. Sirazi tamam. Akalar gazda berasizlar. Mixlanglar tamam. Ona sigir qarang akalar, buni shoxiga o'ylasanda shoxiga. Hoji aka deydi-ku nima qilib. Ay shoxi bir legenda bo'ldi-ku. Bo'lachasi buqacha nechinchi qoringa tog'o? 4-qoringa. Realni. Nimani o'zidan? U nima emas-da, non talab emas. Chorvador o'zidan. 4-qoringa bo'lachasi o'kischa sutini necha litr beradi aka bir kunda? 5 litr bir kunda. Yesa beradi aka molam. Qancha narxlayapsiz aka buni? 26. Bozorga qancha savdo ko'rdi aka? 24. Nomeringizni qo'yib ketamizmi? Bir manfaatli olayotgan odam biz aka. 93 aka. 254 79 84 81 ekan. Akalar aloqa chiqib olasizlar. Bozor 26 aytibdi akam, 24 savdo ko'rgan. Endi agarda kelsangiz chiroyli qilib bo'lsangiz bo'ladi. Bugun qo'yamiz videosini nasib etsa. Mayli aka, rahmat katta. Ketdik keyingisiga. Savdo bo'layotgan joydan adashmasa. Birinchi qoringa bolachasi qo'nojin. Buqqachami nizom ekan, tuzunsiz. Charchamasizmi? Keling topasiz. Qancha aytibsiz aka buni? 23 dedim, 22 bering mana aytdim. Birinchi Qoringa. Sut masalasi holi sekinroq menimcha. 2 emchagidan 3 litr o'tdilar. 2 emchagidan 3 litr, ha mayli. Birinchi qoringa bolacha buqqacha. Bolachasi holati normal holatda ish qilib. Nima qaroqdan olaylik? 20 savdosi bel o'tiribdi. 22 kelishamiz. Chatoqku bu. Shaydan chiqmaganda. Nomer aytamiz sirazi. 91lik. Aha. 241. Aha. 84 24. Nomerga aloqa chiqasiz aka, kelishib agarda bu mol bo'lmasa boshqa mol ham bu mol bu kishida doim. Mayli aka, rahmat ketdi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bolachasi buqqacha. Nechinchi qoringa ekan? Aniq, точно garantiya. Ikkinchi qoringa. Sut masalasi 5 litrga. Suti 5 litrga. Unisi-chi? Bu bo'g'iz qancha berdi?
Müşteri bir deyilyapti. Bu ikinci qo'rimi deyman bu go'dak. Bu ham ikkinchi qo'ri. Shuna. Bunisi qancha deyapmiz endi? 25. 25. Bozor qancha savdo ko'rdi? 25. 22. 22. Nomer qo'yib ketamizmi? 23 ga beriladi. Nomer qo'yib ketamizmi? 93lik. 918 96 89. Ana shomurga aloqa chiqib aka bilan kelish olsangiz bo'ladi akalar mana. Fikrlar. Taqo bu qancha savdo bo'ldi? Assalomu alaykum. 15. Bolachasi bilan birgami, nima bola? $15 milyon. 15 milyon. Ha, 15 milyon bo'libdi. Siz qancha deyapsiz? Ha, kelish bo'lsangiz bo'ladi. Akalar 15 milyon. Buni ham bor ekan bozorda. Shunaqa gaplar. Sekin akalar G'unojin to'ychilar uchun to'y bo'lib G'unojinlar qatorga o'tamiz sekin. G'unojinlar qatorga o'tdik. Aka bu qo'yizmi G'unojin bu? Qisir. Qancha belina? Ha. To'ylarni aytibdi, lekin bu to'yga kattaroqmi deyman-da. Faqat akalar. To'ylarni aytibdi. Yaxshimi, zermi charchasa. Bu ham G'unojinmi? Sigirmi deyman? Tug'maganmi? Qisir. Bu qancha aytibdi? 15 milyon. 15 milyon. Bu savdo bo'lib qo'yman-da. Aka bu qancha bo'lib turgan aka? Bittami? G'unojin qiziq. Yo'q, mana bu molmanda, mana Toshkentda makon va savdo bor. Ha, qancha deyapsiz aka? Buni bo'lar 13 deyapmiz. Savdo qo'yildi bozorga? 12 bo'lib bermadim. 13 ga beraman. G'unojincha. Normal holat ekan-da o'zi. Bu ham sizdanmi? Savdo qilasizmi? Savdo bo'libdimi? Bata. To'y bo'lib ekanda. To'y bo'lib ekan. Ha, bo'ldi tamam alaykum. To'y bo'lib ekan. Assalomu alaykum. Siz qancha o'tdi aka mayli? O'nto'rlar. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu qancha o'tdi aka? Assalomu alaykum. 15 deyapsiz. Bozor savdo ko'rdimi aka? 13 ta. Qaysini sotdingmi? Juda go'zal. Bormi? Qaysini sotdik? Qaysini sotdik? Qancha qarami? Qancha? 900 million. Hozir ko'ramiz uni. Buni savdosi bo'libdimi deymanda? Savdosi bo'libdimi deymanda buni? Salom, aka salom. Aka yaxshimisiz? Sog'liksiz akajon? Farqatgina tijmisizlar aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savdosi qanday bo'libdi aka? 11 so'rayaptilar, biz 11,5 yo'q. Aka, bitta narsada unay to'g'ri o'tirmaydi. Shu papalam qilinglar, uringlar, qo'yinglar, tamom, naqlas boshqa o'tirib. Shunday o'tirib ikki olasiz. 1 kilo baliqcha, tironi bilan ketadi, tamom, shitirri. Ha, o'zi kelishalar. Aka, nasrinlari o'qib barvaqt o'zgansizda bu kishini. Hayotdan xapada o'tiribdilar. Kelishasiz. Ha, shu qo'nga yuguradi. Juda go'zal. Juda go'zal. Juda go'zal. Savdo yo'qdami? Gazini bering neto. Qancha bo'ldi barakasi? 11 million. Holi yo'q. Holi yo'qmi? Baraka mazama. Aka 1 kilo balig'i joy qolibdi o'zi. Gazini bering. Bitadi. 11 million naqd yo'qlar. Bitadi nasib etsa 11 million aka. Qalajiga? Zo'rmi? Charchashdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi aka, zo'rmisizlar? Tinchmisizlar aka? Qalaysiz, zo'rmisiz aka? Bu qanchalar qancha bo'ldi? Bu yarim kilo. Bu qachon? Bu yini qaranglar, mana. Mana ham kelmaydi-ku bu. Bu yarim kilo hozir. Mana. Aka bunisi qanday bo'ldi? Qancha aka? Yo, bu qancha bilmayman. Narxi qanday bo'ldi? 1,5 dedim kelishadi. Bu ham 1,5. Bu ham 1,5. Hay, boshidan aylanay. 5 oylik usullar. Hay, boshidan aylanay. Hay zamonlarga keldik ha. O'tdak go'zal.
Barakasini bersin, juda go'zal, juda go'zal. 9,5 esa beraman degan. Nomer qo'yapsiz hozir. Ha. Ha. Ha, shunga qilib qo'yasiz. Akala bitsa agar 9,5 beraman deydi. Barakasini bersin. 98 esa beraman deysiz, ha? 98 uzun. Aka zo'rmi qay? Kulishingiz bir dunyoda aylanay. Qalay aka zo'rmi? Chaqcham. Bu qanchalar qalay bu qanchalar? Öntör, bir öntör mü? Öntör bu, kara. Bu önmeyiz. Sağ da öyle yaptın. Öntör böyle oldu. Siz öyle yapsın ya? Ha, bu kişi değil mi bu molla? Öntör söyle yapsınız. Bu kişi kanca olmakçılar sizden. 15. Ona kapılınız yok ki size. Maçı pulum. Siz taraf böyle oturma, ha diye oturun. Ben siz bilemem iki tane kapı kol bilişik zamanı. Siz taraf böyle oturun, ha diye oturun karı. Hiç düşünmeyin. İman olmaydı öyle dedik. Canım sağ olun. Çarşamba. Bula kaçtı mı çıkar? Ana akala böyle oturgan joy öntör. Qaran olasiz. Öntör so'rab, ana qara. Bozordan qilib beraman, manfaat bersin so'rab mana. Öntör. Bu qancha chiqar? 15 tarak. 15 dan bular. Bu ham 15. Kela 15 tane. Burada böyle oturgan joyda. Öntör 15 tane ikkitasi. Katta uqa bordi shu yerda sotildim deymanda. Ajgarim. Qalay, sog'ling, yaxshimi? Bitdimi? Yo'q ola. Ha. Sho'xga qara, buni oqa-ku, sho'xga mana-ku. Qancha deyapsan? Ha? 16. Qancha deyapti? 508 yo'q. Ha. Oqa. Kazoy qo'ymoqdi-ku. Ha, bitadi xudo xolasa. Zo'r qavordi. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisizlar? Bu bitdimi akalar? Qancha bo'libdi yo'shaydi? 30 da o'tirganlar, ertalabki. Qancha o'tdi? 30 million 30 ha? 30 million bo'libdi ertalab. Yo'q, bizdan emas. Biz ertalab ko'rdik-da buni. Turishi ham uddar ekanda. Asloqa. Aka, buni savdosi bo'libdimi? Aka, senda. Aka, inson qiziq emas, xalqqa bu ma'lum narx qizi. Kimdadir pul o'chadi so'radim sizdan. Uni sotilganini men ham bilaman. Aka, assalomu alaykum. Rahmat. Bular nashna qiladi, bo'lmaydi-da. Aka, qancha? 23 ha? Ana shunisi qiziq-da u. Ha, o'zlari 23 deyapti, 21 so'rayapti. Ana shu. Akalar, bugungi Jondor mol bozoridan bo'lgan videolarimizni tugatamiz. Sababi ishimiz qisqaroq bo'lib, ishlarni boshlashimiz kerak, biton qiyish kerak yo'qda. Apparat zakazlarimizni ularni tugatishimiz kerak, egalariga topshirishimiz kerak. Sog'likda ko'rishni, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni aytmoqchiman. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.